Hürmetli vatandaş, bugünkü liksiyelerimizi başlayımız. Vaziyete hakkı toxtalımız. 2 gündür bir yağmurlu hava. Liksiyede Sıdıka diyoruz, o Washington'dan sözlerimiz. Bugünkü sağa 2025 yıl 5. ayının 15. günü. Hafta Perşembe vatandaşım. Hazır İstanbul'da Rusya-Ukrayna söhbeti. Bu söhbetke qaraganda Prezident Vladimir Putin kelmeydi şuna. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Donald Trump qatnashmaydigan turdi vatandaş. Hazır Amerika Qo'shma Shtatlarining söhbet vakillari uyumiga Davlat ishlar kotibi Marco Rubio, andan keyin Steve Witkoff, O'rta Sharq elchisi, Ukrayna Rossiya urushini yig'lashtirish elchisi Kit Klaus qatorliq davlat arboblari va suhbat vakillari İstanbul'a keldi. To'liq xabarni olsam, xabarning mavzusi va o'zining mazmuni chiqmay qoldi. Çünkü o nazar torbiyetide vatandaş. Keçiren bugünkü vaziyetimiz şu. İkincisi, Prezident Donald Trump'ın O'rta Sharqdagi ziyareti ve O'rta Sharq siyosati ve O'rta Sharq tashlagan qadamlari intayin zo'r. İnşallah qalblarga erishdi. Bu to'g'ri torbiyatlardan nurg'un fikrlar, gaplar, munozalar, analizlar o'tirg'i chiqdi. Gapning ochig'ini aytganda, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bu qatim O'rta Sharqqa yetib berib, hatta Saudiya Arabiston bilan birlashib, Jungo Kompartiyasiga va uning O'rta Sharqdagi ta'siriga taqobil turishni ko'zda tutdi degan xabarlarni keldi vatandoshim. So'ragan bir qatim so'zliq bo'lgan ekan. Endi bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyalardan avval birinchisi bugünkü ciddi vaziyetga Xitoyga aloqador vaziyatlar, ya'ni qisqa xabarlar shaklida vatandoshlarga topshiramiz. Birinchi xabar bunda vatandosh. Peshqadam armiya boshlig'i kim ekanligi noma'lum. Buning Shimol davlat mudofaa ministri Dong Jun bo'lishi kerak. Ikkinchi bir xabarda shunday chiqib qoldi. Peshqadam armiya boshlig'i Xi Jinping itiq-mitiq taqobil turib, Merkezi televiziya stansiyasida uchoq nutq so'zladi. Xabarlarga asoslanganda internet tomlarini söküp tashlaydi. Xabarlarga asoslanganda Jungo Kompartiyasi internet tomlarini söküp tashlaydi. Endi fuqarolar tam atlab yurmaydi. Kompartiya qarshi xabarlarni bevosita ko'ralaydi. Tanqid. Soşağı 5. ayının 15. günü yurtaq vatandaş. Yani bir xabar Vinjabo yetakçiliği de. Vinjabo Jungo'nun pensiyaga chiqqan pensioner sobiq davlatning sobiq vaziri Vinjabo yetakçiliği de. Jungo Kompartiyasi internetni tashqari dunyoga echib etamdi. Yani ona savol qo'yilibdi. Jungo Kompartiyasi matbuotni internetni, nashriyatni echib etish qo'shildi. Diqqat vatandosh, bir o'quvchilarga Vinjabo yetakchiligida Jungo Kompartiyasi internetni tashqari dunyoga echib etamdi. Jungo Kompartiyasi matbuotni, internetni, nashriyatni echib etish qo'shildi. Apello axborotları 5. ayının 15. günüydü. Demek internetni, nashriyatni, matbuotni echib etishi qo'shildi bo'lsa, 5. ayının 12. günü Janvada o'tkazilgan suhbat atrofliq. Nayt ko'p mavzular degan tuqo vatandosh esingizdami? Nayt ko'p mavzular bu noqul holda tamoyil beji siyosiy kelishimi yoki sodi kelishimilar emas. Nurg'un masalalarni o'z ichiga oladi deb shu vaqt biz sizlarga degan edik. Degandek bana ahirdan bo'ldi, hozir shu suhbat jarayoni bo'lishi kerak ekan, muqamliq mushayda qo'shildi degan gap yo'q. Shu suhbatga qo'shilgandan keyin Jungo Kompartiyasi hozir internetni, matbuotni, nashriyatni echib etish qo'shildi. Yani bir xabar vatandaş Jungo Kompartiyasini yo'qotishning muhim bir halqasi.
Prezident Trump'ın haqiqiy maqsadi oshkorlandi. Amerika Tayvan bo'g'izi urushidan oldin ma'lumot berdi. Xi Jinping urush buyrug'i tushirdi. Prezident Donald Trump Saudiya Arabistonda Jungo Kompartiyasini yo'qotish chora-tadbirlarini o'rinlashtirdi. Qarang ha. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Saudiya Arabistonda Jungo Kompartiyasini yo'qotish chora-tadbirlarini o'rinlashtirdi. Mutaxassislar hammadan qo'rqinchligi mana bu ishdir deyishdi. Ümit Sadasi TV 5-ayning 15-kuni YouTube vatandaş. O'rta Sharq davlatlari yana bir xabar. G'alaba qilguvchilar tarafdorlar turdi. Prezident Donald Trump Jungo Kompartiyasining ustidan cho'qim g'alaba qiladi deb qaraydi O'rta Sharq davlatlari. Prezident Donald Trump savdo tijoratning kuchi bilan Jungoning va Rossiyaning ta'sirini tamam yo'qota oladi. Tong Vinshen nelike yangidan chiqqan ayol obzorchi bu nozik so'zlayotdi. Bek nozik buni. 5-ayning 15-kuni. Endi sizlarga bularni yetkazib bo'ldik, vatandoshlarim. Tuvanli xabarni anglaganlar mavzu mundaq. Bunun 5'de biri qisqa xabar var ki evvel şunu anlayıp bittim. 5 burcaklik bina müdafiə siyasi tüzgende. Tayvan Amerika'nın canı menfaati dairesidir ki Tayvan'dır da bekti. Yeni Tanrılıklar Televiziyası 5-ayının 14. günü YouTube. Endi resmi haberinin mavzusu kileyle vatandaşlar. Tarihi karakterlik görüşüş. Amerika Suriye rehberleri 25 yıldan keyin tunji qatam qo'l elishib görüştü. Mavzuli xabar 5-ayning 14 kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 14 kuni Saudiya Arabistonda Suriya o'tkinchi davr prezidenti Ahmed Sara bilan ko'rishdi. Bu görüşüş Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari bilan Suriya davlat rahbarining 25 yildan keyin ko'rishi bo'lib hisoblanadi. Ko'rishdan keyin prezident Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Washington dal hozir Suriyadagi hukumat bilan munosabatlarni normallashtirish mumkinligini muhokama qilyapti va bu yo'lda izlanyapti. Demek hazır Amerika Qo'shma Shtatlar yani Aqsaray Suriye bilan bo'lgan munosabatlarga izlanyapti, normallashtirishga izlanyapti va bu yo'lda muhokama va tadqiqotlar olib beryapti. Siyosat tuzish uchun avval shu yo'lda Aqsaray yoki Washington shu ishlarni qilyapti. Qatar televiziyasi Reuters agentlik xabar qilib bunday ko'rsatdi. Bu ko'rishish 33 minut davomlashdi. Prezident Donald Trump bilan Ahmed Sara'dan boshqa Saudiya Arabiston podshoh jamiyati Muhammad Salman naq maydonda birga bo'ldi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an ekran liniyasi bo'yicha suhbatga qatnashdi. Aqsaray mundaq fikr qildi. Prezident Donald Trump Sara'ga yani Ahmed Sara'ga Amerika bilan hamkorlashib islom davlatining qayta tirilib kelishini cheklashni chaqiriq qildi. Ahmed Sara prezident Donald Trumpning so'zlariga qo'shildi. Navbatda Iranning Suriyadan chekinib chiqib ketishi bugun bir fursat bo'lib qoldi. Suriya terroristlarga qarshi turish va ximiyali qurollarni yo'qotish jihatda Amerika bilan o'rtaq manfaati bor davlatdir. Aqsaray yana mundaq ko'rsatdi. Prezident Donald Trump Suriyaning Isroil bilan munosabatlarni normallashtirishiga aydakchilik qildi. Xi Jinpingga qarshi 5 nafar yuqori darajalik amaldor
Jungo Soda Ministerliğini egelledi. Prezident Donald Trump Starlink'ni Jungo'ga elip kirdi. Başladı o matbuat, neşriyat, gazet ve başka. İnternet tamlarını söküp ideolojiya sahasındaki bu septi Jungo Kompartiyası için talı dedi o bir yerde karan ama haberde. Bu maşında kısa haberiydi. Xi Jinping'e karşı 5 nefer yok dercilik emeldar. Bunun için bir Wang Yi, Tashqi ishlar ministri Wang Yi barken, başkasının ismini tapamadım geçen alıp. Emeldar Jungo Soda Ministerliğini egelledi. Prezident Donald Trump Starlink'ni Jungo'ga elip kirdi. Gördünüz mü? Başta internet geçiyordu, söküyordu internet tamlarını. Endi bir yerde Prezident Donald Trump Starlink'ni Jungo'ga elip kirdi. Prezident Trump, Donald Trump bir de karşı turuş, bir de yol koyuş bilen kelişim imza koydu. Şartlık imza koydu. Cenbedeki kelişim gücünde şartlık imza koydu. İnternet yoki universal matbuatla Jungo'nun darvozasini çıkdı. Endi növbet geldi. İnternet, universal matbuatla ve bunun qarashliq siyaset, kısa elip aysak Amerika Qo'shma Shtatlarının siyosati Jungo'nun darvozasini çıkdı. İran ve Rusya'nın uğurlaştırışı çekindirildi. O'rta Sharqda uğurlaştırış, İran'ın uğurlaştırış, Rusya'nın uğurlaştırış çekindirildi. Ümit Sadası TV 5. ayının 14. günü YouTube. Yani bir haber vatandaş. Prezident Donald Trump Saudi Arabistan bilan birleşip Jungo'ga qarshi turamdi. Sual. Prezident Trump'ның O'rta Sharqqa qayta kelishini O'rta Sharq davlatlari kutib turgan edi, saqlab turgan edi. Ümit Sadası 5. ayının 14. günü YouTube vatandaş. Endi siz bunu haberimizga diqqat qilasiz, tuvanda biz bu to'g'rida siz bilan muhokama olib boramiz vatandaşım. Xi Jinping ko'p tarafdan o'tirg'i chiqib, Beijingning bo'shab ketmaydiganligini ko'rsatdi. Mavzuli xabar 5. ayının 14. günü Shangbao gazetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Jungo navbati janvada suhbat o'tkazgandan keyin 5. ayının 13. gün kelishim imzolaganligini e'lon qildi. New York Vaqt gazetasi bunday ko'rsatdi. Naqlchimi? Gerçi ikki taraf soat urushning o'rlab ketmasligi uchun harakat qo'llangan bo'lsa-mu, lekin Beijing harbiy ishlar va iqtisod, siyosat o'rinlashtirishlarini qadamini to'xtatgani yo'q. Washingtonning kun sayin kengayayotgan raqobat davralligi yana qarshi turib keldi. Davralligiga Xi Jinping yana qarshi turib keldi. Bu Jungo'nun Asiyada iqtisod va diplomatik fursat izlash bilan birga rayon doirasida territoriya tashabbus qilish va harbiy ishlar raqobatiyatda pozitsiyasini bo'shatganligini ko'rsatmaydi. Yoki pozitsiyasini bo'shatmadi. Rayon doirasida iqtisod va siyosat bo'yicha o'rinlashtirish, territoriya bo'yicha o'rinlashtirish jihatda Jungo taraf o'zining maydonini bo'shatgani yo'q. Yana bir xabar endi Tamoyni Bejini siyosatdan dam oldirgan shu kuni Beijing siyosiy doklad e'lon qilib, Amerikani Osiyo Tinch okean rayonida guruhbozlik qildi deb bishorat berdi. Bu kichik mavzu. Tamoyni Bejini siyosatdan dam oldirgan shu kuni, ya'ni 5. ayning 13. kuni Beijing siyosat doklad e'lon qilib, Amerikani Osiyo Tinch okean rayonida guruhbozlik qildi deb bishorat berdi. Shunga Amerika Jungo Tamoyni Bejini siyosatdan dam oldirgan shu kunning o'zida, ya'ni Tamoyni siyosati Jungo tarafdan, Tamoyni Bejini siyosati Amerika tarafdan 4. ayning 2. kunida boshlab qo'yilgan edi. 5. ayning 13. günü demaldi. Bu siyaset demaldi. 90 günlük mühlet bilen ayaklaşkandan keyin demeliş çıktı bu siyaset degan gap endi demaldi. Dal shu kuni Jungo siyaset doklati e'lon qildi. Buning mavzusi bunday.
5. ayının 13. günü yeni bir siyaset dokulat emas mı anlap durumda. 5. ayının 13. günü yeni devir Cungu devlet bexatarligi mavzuluq Aqtaşlıq kitap ilan qilib, Aqtaşlıq kitap da agahlandırıb mundaq ko'rsatdi. Cungo, gel şu günü, 5. ayının 13. günü, Cenevre söhbət kelişim imza, 5. ayının 13. günü, Cungo'da Aqtaşlıq kitap. Aqtaşlıq kitapның mavzusu nima ekan? Yeni Cungo, yeni devir, Cungu devlet bexatarligi. Yeni devir, Cungu devlet bexatarligi. Qarağa, endi bu yer nima deydi buningda agahlandirish berib mundaq dedi. Chet el kuchleri, Cungo'nun chegara rayonlarida, chegaraning va chegara atrofining bexatarligiga kun sayin ig'ir tahdid salmoqda. Cungo'nun chegara rayonlarida, chegaraning va chegara atrofining bexatarligi kun sayin ig'ir tahdid salmoqda. Deb ko'rsatdi. Ham yana mundaq ko'rsatdi. Asiya Tinch okean rayoni cho'ng davlatlar elishadigan maydonga aylandi. Ayrim davlatlar Asiya Tinch okean rayonida harbiy ittifoqlashishni kuchaytirib, hamkorlashish sheriklarni yeniga tortib, boshqalarni chetga qoqadigan kichik guruhlarni qurdi. Xabarda bundaq ko'rsatildi. Bu bir abzas sözün ko'rsatkichi del Amerika ve onun ittifaqlashlarga qartildi. Mana o birinchi leksiyamiz sizga hozir materialni topshirdik vatandoshim. Endilikda tuvandagi bir leksiyada siz bilan Cungo Kompartiyasining Aqtaşlıq kitobi to'g'risida muhokama olib boramiz vatandosh.